Voy, qanday nurli yuzlar! Bugun hammangiz farishtalardek ko'rinasizlar. Rahmat, biz adobli bolalarmiz. Qani, aytingchi, maktabda o'qituvchini ko'rsak nima deymiz? Assalomu alaykum ustoz deymiz. Sizlar bugun naq bahordek chiroylisizlar. Sizni ko'rsak yanayam quvonamiz. Agar kimdir sizning qalamchangizni so'rasa, nima qilasiz? Beraman, ulashishdan hech narsa kamaymaydi. Shirin bolajonlarim, bugun kim ertalab ota-onachiga salom berdi? Men berdim, har kuni aytaman. Ajoyib, salom bu eng katta odob belgisi. Sizlarning yuragingiz toza daryodek. Biz har doim yaxshilik qilishni istaymiz. Kattalarga joy berish kerakmi? Ha, albatta, bu hurmatdir. Bolajonlar, sizlarning kulgularingiz yurakka tinchlik olib keladi. Biz kulishni yaxshi ko'ramiz. Kichik ukangiz sizga narsa so'rasa nima qilasiz? Yordam beraman, mehr bilan. Qani, mehribon bolajonlar, kim bugun yaxshilik qildi? Men qo'shnimga suv olib berdim. Voy, bu haqiqiy odobli bola ishi. Sizlar juda diqqatli va aqlli bolalarsiz. Biz o'qishni yaxshi ko'ramiz. Agar biror narsa tushunmasak, nima qilamiz? So'raymiz, lekin darsda baqirmay. Voy, shunaqa odobli bolalar kam topiladi. Biz odobni yurakdan o'rganamiz. Ovqatdan oldin nima deymiz? Bismillahirrohmanirrohim. Sizlarning so'zlaringiz asalday shirin. Chunki biz yomon so'z ishlatmaymiz. Juda to'g'ri, yomon so'z kimgadir og'riq beradi. Bolajonlar, sizlar bugun ham mehr dengizisizlar. Rahmat ustoz. Kimdir sizni urishsar nima qilasiz? Urushmaymiz, kechiramiz. Qani aziz bolajonlarim, bugun kim kitob o'qidi? Men har kuni aytak o'qiyman. Juda yaxshi. Kitob do'stimiz. Sizlar naq yulduzlardek porlab turibsizlar. Biz yaxshi ish qilganda porlaymiz. Yordam kerak bo'lsa nima qilamiz? Darhol yordam beramiz. Sizlarni ko'rsam yuragimda faxr uyg'onadi. Biz sizdan o'rnak olamiz. Yerdan non topsak nima qilamiz? Hurmat bilan olib, baland joyga qo'yamiz. Qani, shirin bolalar, kim bugun kimnidir quvontirdi? Men onamga rasm chizib berdim. Voy, qanday chiroyli, bu ham odobning bir ko'rinishi. Sizlar har kuni yaxshiroq bo'layapsizlar. Chunki odobni o'rganayapmiz. Do'stingiz bilan bag'ishlashsangiz nima qilasiz? Gaplashib, tinchlik bilan hal qilamiz. Sizlarning yuragingizda mehr gullab turibdi. Mehr bizning eng katta boyligimiz. Hayvonga qanday munosabatda bo'lish kerak? Mehr bilan uni ozor bermasdan. Voy, sizlarni qarang, har biringiz oltindek bolalarsiz. Biz yaxshi ish qilishni yoqtiramiz. Uyda mehmon kelsa nima qilamiz? Salom beramiz, joy taklif qilamiz. Sizlar har kuni yaxshilik urug'ini ekayapsizlar. Chunki yaxshi ishlar ko'payadi. Ota-onani xafa qilib qo'ysak nima qilamiz? Kechirim so'raymiz va xatoni takrorlamaymiz. Bolajonlar, sizlarning ko'nglingiz osmonda keng. Biz boshqalarni ham xursand qilishni yoqtiramiz. Kattalar bilan gaplashayotganda qanday turish kerak? E'tibor bilan, muloyim holatda. Sizlar bu dunyoning eng chiroyli bolalarsiz. Rahmat, biz odobni yaxshi ko'ramiz. Odobli bola bo'lishning eng asosiy siri nima? Yaxshi so'z, tozalik va mehr.